Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni asosida ayni paytda barcha hududlarda amaliy ishlar yo'lga qo'yilgan. Bugun Kasbi va Qamash tumanlarida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kasbi tumanida 2025-yilda 5 ta mahallada xatlov ishlari amalga oshirilishi belgilangan. 9-oktyabr holatiga 4416 ta obyekt xatlovdan o'tkazildi. Ulardan 3463 tasi O'zkat axborot tizimiga, 1549 tasi e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuklangan. Hozirda 1485 ta obyekt muhokama jarayonida. Qamash tumanida esa 2025-yilda 8 ta mahallada xatlov ishlari amalga oshirilishi belgilangan. Bugunga qadar 4263 ta obyekt xatlovdan o'tkazilgan. Ulardan 3969 tasi O'zkat axborot tizimiga, 1579 tasi e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga yuklangan. Hozirda 1530 ta obyekt muhokamada. Shu o'rinda ma'lumot, xatlov qat'iy tasdiqlangan reja grafik asosida olib borilmoqda. Bir mahalla qolib, ikkinchisiga o'tib ketilmaydi. Xatlov bepul va bu jarayon uchun sizdan to'lov talab etilmaydi.